Assalomu alaykum do'stlar, charchamayapsizlarmi? Avvalambor hammanglarni kirib kelayotgan Ramazon oyi bilan tabriklayman. Alloh taolo o'zi hammanglarga kuch-quvvat bersin. Bugun bizda Luxveraning birinchi ko'rsatuvi. Bu ko'rsatuvni eksklyuziv qildik. Ortimdagi shu hashamatli uyni premium mebellar bilan jihozlab berdik. Bitta o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Bugun bizda shuni obzori. Avvalambor sizlarga premium mebellar bilan oddiy mebellarning farqini aytib o'tib ketmoqchiman. Premium mebellarda toza va sifatli mahsulotlar ishlatiladi. Toza MDF va shipon mahsulotlari. Chidamli va sifatli mebellar xohlaganlar uchun premium mebellar ayni muddao. Birinchi oshxonadan boshlaydigan bo'lsak, mebellar ranglari bilan alohida ishlangan bitta e'tibor berasizlar. Ranglar odamning kayfiyatini ko'taradigan darajada qilingan. Ayollarimiz ko'p vaqtlarini shu oshxonada o'tkazganligi uchun har bir qulayliklar ular uchun maxsus. Albatta, yoqimli muhitda taom tayyorlashni hamma xohlaydi. Kattalar yotoqxonasiga keladigan bo'lsak, har bir detalga individual yondashuv qilingan va har bir element nafaqat chiroyli, balki mustahkam va uzoq vaqt chidab beradi. To'g'risi ham-da, premium bo'lgandan keyin uzoq vaqt chidab beradi-da. Har bir xonani o'zini sanuzeli bor. Bitta o'zingizlar ko'ringlar. Hozir biz ikkinchi qavatli o'g'il bolalar xonasidamiz. Ko'rishinglar mumkin, o'g'il bolalar xonasi bo'lganligi uchun skromli to'q ranglardan foydalanganmiz. Bu xonani vidini juda ham ochgan. Bitta o'zingizlar ko'rib baho beringlar. Gap so'z yo'q. To'g'risini aytsam, menga eng yoqqan xona shu bo'ldi. Lekin bitta ogohlantirmoqchiman. Bo'ydoqlar ko'rmasinmi? Yig'lab olishlari mumkin. Bu yoqda garderoblari juda ham chiroyli ishlangan. Operator bu yoqqa keling, bu yoqqa olib keling, sanuzelni bitta ko'rsatib yuboring. Endi bu xonani bitta ko'rsataylik. To'g'risi, minimalizm, dizayn, ranglar uyg'unligi juda ham ajoyib ishlangan. Aytgancha, bular qo'l mehnati. Har bitta detaliga alohida e'tibor berilgan. O'zi hamma xona ham xuddi shunaqa qo'l mehnatida zo'r ishlangan. Faqat bu xona nozik did egalari uchun xos ishlangan. Pardalari, umuman ranglarini ko'ringlar. Ajoyib-a? Bu bizani bitta mijozimizga topshirgan obyektimiz bo'ladi. Agar sizga ham shunaqa premium class mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, sizga boshidan oxirigacha hamma taraflama yordam bera olamiz. Mebellarning dizayni, ularni yetkazib berish va a'lo darajada topshirishgacha. Luxvera bu haqiqiy sifat uyg'unligi va jarayondagi punktuallik. Shunga o'xshagan qiziqarli kontentlarni o'tkazib yubormaslik uchun Luxvera YouTube sahifasiga obuna bo'ling.